Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi 3-darsimizga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda biz dasturlash tilida ma'lumotlarning turlarini o'rganamiz. Ma'lumot turlarini har bir dasturchi bilishi kerak deb hisoblayman. Va bizning asosiy ma'lumot turlarimiz bu raqamli ma'lumot, float, ya'ni butunli ma'lumot, aralash sonlar, ya'ni 1.2, 1.3 shunga o'xshash sonlar va bo'liq ma'lumot, ya'ni true false, to'g'rimi yoki noto'g'ri va string ma'lumot. Bu string ma'lumot esa harfli ma'lumotlar hisoblanadi. Va listli ma'lumot bu array hisoblanadi, ya'ni ro'yxat tuzishimiz mumkin va obyekt ma'lumot bu test ma'lumot hisoblanadi Pythonda. Bu obyekt ma'lumotda har bitta o'zgaruvchini o'zining nomi bo'ladi ichida. Mana bu yerda ko'rib turganimizdek, bu yerda Telegramda misol uchun oladigan bo'lsak, how is the baby? Bu harfli ma'lumot hisoblanadi va bu yerda ovoz berganlar soni raqamli ma'lumot hisoblanadi va bu yerda ko'rib turganimizdek, mana bu yerda foizli ma'lumotlar ham raqamli ma'lumot hisoblanadi va bu ma'lumotlarni dasturchi sifatida bilish juda muhim deb hisoblanadi. Hozir sizlar bilan biz 3-darsimizni uchun kod tuzamiz. Ya'ni bu dasturimizda bir mahsulot bo'ladi, u mahsulotga esa narx kiritilgan bo'ladi. O'sha narx kiritilgan bo'yicha mijoz mahsulot sonini tanlaydi va bizga umumiy narx chiqarib kelishi kerak. Algoritmimizda ikkita turdagi ma'lumot ishlatamiz. Birinchisi init, ya'ni raqamli ma'lumot va float, butunli sonlar, ya'ni 1.2, 1.3 shunga o'xshash sonlar. Bu yerda Python faylni ochib olamiz. Endi esa foydalanuvchi uchun ma'lumot kiritishni so'raymiz. Buning uchun inputdan foydalanamiz va bu yerga qancha tuxum olmoqchisiz deb yozamiz va biz tuxumning narxini kiritib qo'yamiz. Ya'ni tuxumning narxi 1200 so'm bo'ladi va biz natijani chiqarishimiz uchun a sonini ko'paytiramiz b songa va buni chiqaramiz. Ko'rib turganimizdek, bizda mana bu yerda xatolik chiqdi, ya'ni can't multiply sequence by non-init of type float. Ya'ni biz raqamli ma'lumotni float ma'lumotga ko'paytira olmaymiz, shuning uchun buni float, ya'ni ma'lumotni o'zgartirib olamiz. Mana bu yerga input yoniga float deb yozib olamiz, ya'ni bizning raqamli ma'lumotimizni floatga o'zgartirib beradi. Endi esa dasturimizni sinab ko'ramiz. Va bu yerga men 12 ta tuxum olmoqchiman. Ko'rib turganimizdek, bizga narxini chiqarib berdi. 14399 so'm. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.